Salom, men Tom, Vice'dagi hamkorman. Bir oydan beri yon loyihalar orqali Vibe kodlashni sinab ko'ryapman. Va u ajoyib darajada samarali ekanligini hamda amaliyot va eng yaxshi usullarni o'zlashtirish bilan yaxshilanib borishini aniqladim. Ushbu videoda Vibe kodlashda a'lo natijalarga erishish yo'llarini sizlar bilan baham ko'raman. Bu so'nggi yillardagi prompt muhandisligiga o'xshab ketadi. Odamlar har hafta yangi kashfiyotlar qilib, ularni ijtimoiy tarmoqlarda ulashib borishardi. Eng yaxshi usullar professional dasturiy, ta'minot muhandislari qo'llaydigan usullarga o'xshash, ammo ba'zilar buni Vibe kodlash deb hisoblamaydi. Bu faqat dasturiy ta'minot muhandisligi masalasimi? Bu haqiqatan ham unchalik muhim emas albatta. Biz bu vositalardan eng yaxshi natijalar olishni maqsad qilganmiz va yaqinda Vice Spring guruhi ishi boshlandi. Vibe kodlash bo'yicha maslahatlar berishdan oldin keling, asoschilarning sun'iy intellekt vositalaridan maksimal foydalanish bo'yicha tavsiyalarini eshitaylik. Agar AI'da i'da nosozliklarni bartaraf etish muvaffaqiyatsiz bo'lsa yoki aylanma holatda qolib ketsa, til modelining veb-saytiga kirib, kodingizni u yerga joylashtirishingiz aydi. Yechimini topa olmagan muammolarga yechim topishga yordam berishi mumkin. Kursor va Windsurf dasturlarini bir loyihaga yuklang. Kursor old tomon va to'liq stek ishlarni tezroq rivojlantirish imkonini beradi. Old tomonni orqa tomon bilan bog'laydi. Windsurf uzoqroq fikrlaydi. Dasturni yig'ayotganda yoki so'rovlarni o'zgartirayotganda telefonimda varaqlayman. Xatolarni tuzataman yoki nusxalash joylash qilaman. Windsurf jarayoni davom etayotganda men old qismni yangilash uchun kursordan foydalanishim mumkin. Ikkalasini bir vaqtning o'zida yuklab, bir xil kontekstga ega bo'laman. Agar old qismni yangilayotgan bo'lsam, uni o'sha faylda uslublantiraman. Har ikkala dastur uchun Enter tugmasini bosaman va ular bir xil interfeys turining turli variantlarini taqdim etadi. Men o'zimga ma'qul bo'lganini tanlayman. Sun'iy intellektni yangi dasturlash tili sifatida, Vibe kodlashni esa alohida dasturlash yondashuvi sifatida tasavvur qiling. Kodlash o'rniga siz oddiy til orqali dasturlaysiz. Bunda eng yaxshi va samarali natijalar olish uchun batafsil kontekst va to'liq ma'lumot talab etiladi. Men barcha test holatlaridan boshlab to'liq tezkor kodlashni boshlayman va amalga oshiraman. O'zimning test holatlarimni yarataman. Test holatlari uchun til modellaridan foydalanmayman. Tugatganimdan so'ng kod yaratishda til modellari amal qilishi kerak bo'lgan qat'iy ko'rsatmalarni belgilayman. Test holatlarimda yashil bayroqchalarni ko'rganimdan keyin vazifa bajarilgan hisoblanadi. Kodimni mayda-chuyadasigacha boshqarishim shart emas. Kodning modulliligini umumiy ko'rib chiqdim. Hammasi joyida. Kursor yoki boshqa kodlash vositalaridan foydalanishdan oldin sof til modelida arxitekturani puxta rejalashtirish uchun yetarli vaqt ajratish juda muhim va zarur. Bu tartibsiz va samarasiz kod yaratilishining oldini oladi hamda kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni kamaytiradi. Yaratayotgan narsangizning maqsadini to'liq tushunganingizga ishonch hosil qiling. Til model javob berish jarayonida aylanib qolmaganini diqqat bilan kuzating va u yechim topmasdan takroran g'alati kod hosil qilayotganini albatta tekshiring hamda nazorat qiling. Xato xabarlarini tez-tez nusxalab qo'yayotgan bo'lsangiz, bu albatta nimadir jiddiy noto'g'ri ekanligini aniq bildiradi. Va shuning uchun til modeldan aynan nima uchun to'g'ri ishlamayotganini so'rash uchun darhol to'xtashingiz kerak bo'ladi. Til modelga tushunishi uchun yetarli va to'liq ma'lumot bermaganmisiz? Yoki u shunchaki sizning so'rovingizni to'g'ri, mukammal bajara olmayaptimi? Asosiy g'oya til modellarini malakali dasturchilar qo'llaydigan jarayonlarga amal qilishga o'rgatishdir. Keling, men ko'rgan eng samarali dasturlash maslahatlarini ko'rib chiqaylik. Nimadan boshlash kerak? Agar ilgari dasturlash bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, Replit yoki Observably xizmatlaridan foydalanib ko'ring. Ular yangi foydalanuvchi interfeyslarini kodda oson sinovdan o'tkazish uchun vizual interfeys taqdim etadi. Ko'plab mahsulot menejerlari va dizaynerlar tezlik tufayli Figmada maketlar yaratishni chetlab o'tib, g'oyalarni to'g'ridan-to'g'ri kodda amalga oshirishadi. Men buni sinab ko'rganimda interfeysdan juda taassurotlandim. Lovably kabi vositalar foydalanuvchi interfeysi o'zgarishlaridan ko'ra, orqa tomon mantiqini o'zgartirishda qiyinchiliklarga duch keldi. Tugmani kutilmaganda o'zgartirish orqa tomonning mantiqini ham o'zgartib yubordi. Agar siz ilgari kod yozgan bo'lsangiz, hatto tajribangiz eskirgan bo'lsa ham, Windsurf kursor yoki Cloud kabi vositalarga to'g'ridan-to'g'ri o'tishingiz mumkin. Vositani tanlagandan so'ng, darhol kod yozishga kirishmang.
Men til model bilan birgalikda loyiha papkasida kelajakda foydalanish uchun batafsil rejani Markdown faylida tuzgan bo'lardim. Ushbu reja sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqiladi va loyihani amalga oshirish jarayonida bosqichma-bosqich bajariladi. Bir vaqtning o'zida hammasini bajarishga urinish o'rniga, birinchi qoralamani yaratgandan so'ng uni ko'rib chiqib, keraksiz elementlarni olib tashlang. Murakkab xususiyatlarni juda qiyin deb belgilab, hozirda qamrab olinmagan oyalar ro'yxatini yuritib, til modelini xabardor qilishingiz mumkin. Rejani bo'lim-bo'lim amalga oshirish uchun til model bilan hamkorlik qiling. Hozircha ikkinchi bo'limga e'tibor qarating. Funksionallikni tekshiring, sinovlarni o'tkazing va o'zgarishlarni saqlang. So'ngra sun'iy intellektni rejangizga qaytaring va ikkinchi bo'limni bajaradi deb belgilang. Modellarning, ayniqsa, murakkab mahsulotlarni bir zumda to'liq yaratishini kutmasdim. Har bir bosqichni alohida amalga oshirish, uni puxta sinab ko'rish va kerak bo'lganda orqaga qaytish imkoniyatini berish uchun gitga joylashtirishni afzal ko'raman. Bu maslahat albatta kelgusi bir necha oylarda ma'lum darajada o'zgarishi mumkin ekan. Modellar shunchalik tez rivojlanmoqdaki, ularning yaqin kelajakdagi holatini bashorat qilish qiyin. Loyihalaringiz uchun versiya nazorat tizimidan muntazam ravishda foydalaning va undan samarali tarzda foydalaning. Versiya nazorati sizga yordam beradi. Gitdan doimiy ravishda foydalaning. Vositalar oldingi holatga qaytarish imkoniyatiga ega. Men ularga ishonmayman. Agar sun'iy intellekt chalg'ib ketsa, ishlaydigan versiyaga qaytish uchun yangi xususiyatlarni qo'shishdan oldin toza git holatidan boshlayman. Zarur bo'lsa, ETLni qat'iy asliga qaytarishdan cho'chimang va qaytadan urinib ko'ring. Men yaxshi natija ola olmadim. Sun'iy intellektga qayta-qayta murojaat qilganda, u aslida asosiy muammoni to'liq tushunish o'rniga sifatsiz kod qatlamlarini izchil ravishda to'plashga moyil bo'ladi va bu jarayon davom etadi. Yechimni topishdan oldin bir nechta turli xil so'rovlarni sinab ko'rishingiz mumkin. Men bu yechimni olib, gitni asliga qaytaraman va uni toza kod bazasida ortiqcha qatlamlarsiz amalga oshirish uchun sun'iy intellektga uzataman. Testlarni o'zingizning yoki til modelingizga yarattirib oling. Ular dasturlashni juda yaxshi bilishadi, lekin ko'pincha oddiy darajadagi birlik testlarini yozishadi. Men bu testlarni yuqori darajada saqlashni ma'qul ko'raman. Yangi funksiyalarni ishga tushirishdan avval sayt yoki ilovadagi foydalanuvchi harakatlarini to'liq simulyatsiya qilish orqali umumiy ishlashini sinchiklab tekshirish va sifatli integratsiya testlarini puxta yozish kerak bo'ladi. Til modellarga ma'lum bir joyda muammoni hal qilish topshirilganda, ular ko'pincha boshqa aloqador bo'lmagan mantiqqa keraksiz o'zgartirishlar kiritishga moyil bo'ladi. Sinov to'plamlariga ega bo'lish regressiyalarni erta aniqlaydi. Til model qayta o'rnatishni ta'minlash uchun keraksiz o'zgartirishlar kiritayotganini belgilaydi. Esda tutingki, sun'iy intellekt faqat dasturlash uchun emas. Men ulardan yon loyihalarni yaratishda, nodasturlash ishlarini bajarishda foydalanaman. Men Cloud, Sonnet 37 orqali buyruqlar, satridan DNS serverlarini sozlash va Heroku hostingini o'rnatishni amalga oshirdim. DevOps muhandisi mening rivojlanishimni 10 barobar tezlashtirdi. Men ChatGPT yordamida brauzer oynasining yuqori qismida ko'rinadigan saytimning favicon belgisini yaratdim. Cloud faviconlarni har xil turli platformalarda muvaffaqiyatli ishlatish uchun albatta zarur bo'lgan 6 ta muhim formatga tasvirni o'zgartiruvchi maxsus dastur yozdi. Sun'iy intellekt mening dizaynerim vazifasini bajarmoqda. Keling, xatolarni tuzatish masalasini ko'rib chiqaylik. Xatolarga duch kelganimda, xato xabarlarini to'g'ridan-to'g'ri til modeliga kiritaman. Bu server jurnallari yoki brauzerning JavaScript konsolidan olingan bo'lishi mumkin. Odatda bunday xatolik xabar tizimiga muammolarni aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Nima noto'g'ri ekanligini tushuntirishingiz shart emas. Xatolik xabarining o'zi yetarli. Yaqin kelajakda asosiy dasturlash vositalari xatolarni qo'lda kiritmasdan avtomatik ravishda qabul qilishini kutmoqdaman. Nusxa ko'chirish mashinasi sifatidagi vazifamiz g'alati tuyulmoqda. Biz fikrlashni til modeliga topshiryapmiz. Ammo til model vositalari jurnallarni kuzatib borishi va JavaScript xatolarini boshsiz brauzerlar orqali tahlil qilishi tufayli nusxa ko'chirish kamayib boradi. Kodlashdan oldin til modeldan bir nechta ehtimoliy xatolik sabablarini ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Har bir muvaffaqiyatsiz tuzatish urinishidan so'ng keraksiz ma'lumotlar to'planishining oldini olish uchun git reset qilib qayta boshlashni odat qildim. Til model ko'proq qatlamlar qo'shishi sababli
Asliga qaytarmasdan takroriy xatolarni tuzatmang. Gitni qayta o'rnatish, jurnallashni qo'shish, noaniqlik paytida jurnallash yordam beradi. Agar ishlamasa, modellarni almashtiring. Bu Cloud, Sonnet 37, OpenAI modellari yoki Gemini bo'lishi mumkin. Turli modellar boshqalari muvaffaqiyatsiz bo'lgan joyda muvaffaqiyat qozonadi. Murakkab xatolik manbasini topganingizda o'z o'zgarishlarni bekor qiling va til modelga tozalangan kodda bu xatoni tuzatish uchun aniq ko'rsatmalar bering. Shunda kerak siz kod to'planishining oldini olasiz. Til modeli uchun ko'rsatmalar yozing. Bu ko'rsatmalarga kursor qoidalari, Windsurfing nizomi va Cloud Markdown hujjatlashtirish ma'lumotlarini kiriting. Har bir vosita o'ziga xos nomlash uslubiga ega. Ammo ba'zi asoschil o'zlarining sun'iy intellektli kodlash yordamchilari uchun yuzlab qator ko'rsatmalar yozishgan. Bu ularni ancha samaraliroq qiladi. Internetda ko'rsatma fayllari haqida ko'plab foydali maslahatlar topish mumkin. Buni o'zingiz topishingizga qo'yib beraman. Keling hujjatlashtirish haqida gaplashaylik. Bu agentlarni veb hujjatlarga yo'naltirish hali ham bir xillikka ega emas. Garchi ba'zi foydalanuvchilar hujjatlarga kirish uchun IMSIP serverlardan foydalanib muvaffaqiyatga erishganliklarini aytishmoqda. Bu ortiqcha harakatga o'xshaydi. Men API hujjatlarni mahalliy papkaga ehtiyotkorlik bilan yuklab olaman. Shunda til model undan samarali foydalana oladi. Keyin esa aniqlikni sezilarli darajada oshirish uchun amalga oshirishdan oldin hujjatlarni diqqat bilan o'qib chiqishni buyuraman. Til modeldan yangi til o'rganayotgan boshlovchilar uchun kodlashni o'rgatishda foydalanishingiz mumkin. Kodni yozing va sun'iy intellektga har bir qatorining vazifasini batafsil tushuntirib berishni topshiring. Yangi texnologiyalarni o'rganish ajoyib, bu ilgarigidek Stack Overflow sahifalarini aylanib yurishdan ko'ra yaxshiroq. Keling murakkab funksiyalarni ko'rib chiqaylik. Sun'iy intellektning odatiy imkoniyatlaridan tashqari murakkab yangi funksionallikni ishlab chiqishda uni alohida loyiha sifatida toza kod bazasida yaratish lozim. Joriy loyihangizdan butunlay alohida va mustaqil ravishda sodda ishlaydigan aniq namunaviy dasturni yarating va tayyorlang. Agar kimdir GitHubda kod joylashtirgan bo'lsa, siz til modelini o'z kod bazangizga integratsiya qilish jarayonida ushbu amalga oshirishga ergashishga yo'naltirishingiz mumkin. Bu juda samarali ishlaydi. Kichik fayllar va modullilik dasturni ishlab chiqishni osonlashtiradi. Bu inson dasturchilariga ham taalluqli. Qismatga asoslangan arxitekturalar vaqt o'tishi bilan katta monorepozitoriylarning o'rnini to'liq egallashi mumkin. Bunda zamonaviy til modellar aniq belgilangan API chegaralarida samarali ishlaydi va bir xil standart interfeyslarni barqaror saqlab qoladi. Bular ham odamlar ham til modellari uchun murakkab vazifalardir. Bir sohadagi o'zgarishlar kod bazasining boshqa qismlariga qanday ta'sir qilishi noaniq. Doimiy API bilan modulli arxitekturaga ega bo'lish. Agar testlar hali ham muvaffaqiyatli o'tsa, ichki tuzilmalarni o'zgartirishingiz mumkinligini anglatadi. Yaxshi, to'g'ri texnologiya to'plamini tanlang. Men o'z loyihamni Ruby on Rails'da qurdim. Chunki oldingi dasturlash tajribamdan bu tizim bilan yaxshi tanish edim. Sun'iy intellektning ayniqsa Ruby on Rails kodini yozishdagi samaradorligidan hayratga tushdim. Bu ehtimol Rails'ning aniq belgilangan qoidalarga ega yetuk framework ekanligi bilan bog'liq. Ko'pchilik Rails kod bazalari bir-biriga juda o'xshash ko'rinadi. Tajribali Rails dasturchisi funksionallikni samarali tarzda amalga oshirish va ko'zlangan natijalarga erishishning eng maqbul usulini biladi. Internetda Rails kod bazalari uchun ko'plab yuqori sifatli o'quv materiallar mavjud. Do'stlarimiz onlayn o'quv materiallari cheklanganligi sababli rus va ilxir tillarda kamroq muvaffaqiyatga erishishdi. Ammo bu vaziyat yaqin kelajakda o'zgarishi mumkin. Ma'lumot olish uchun ekran tasvirlaridan foydalaning. Ekran tasvirlarini kodlash vositalariga kiritish jarayoni foydalanuvchi interfeysi xatolarni aniq ko'rsatishga yoki boshqa turli saytlardan eng yaxshi dizayn g'oyalarini osonlik bilan olishga katta yordam beradi. Ovoz bu vositalar bilan muloqot qilishning yana bir ajoyib usulidir. Men Voice kompaniyasi tomonidan maxsus yaratilgan zamonaviy Aqua dasturidan muntazam foydalanaman. U men gapirayotgan paytimda nutqni aniq va tez matnga o'giradi. Men Windsurf va Cloud kodlari o'rtasida almashib turaman. Lekin Aqua menga daqiqasiga 140 ta so'z tezligida ko'rsatmalar kiritish imkonini beradi. Bu mening yozish tezligimdan 2 barobar tezroq. Sun'iy intellekt kichik grammatik va transkripsiya xatolarini yaxshi tuzatadi.
Men bu ma'ruzani aqva yordamida yozganman. Tez-tez qayta ishlashni hech qachon unutmaslik kerak, albatta. Kod ishlashi va testlar amalga oshirilgandan so'ng, testlar regressiyalarni aniqlay olishini bilib, xotirjam qayta ishlashingiz mumkin. Til modeldan qayta ishlash kerak bo'lgan takrorlanuvchi kod qismlarini topishni so'rang. U har bir professional dasturchi amal qiladigan maslahat. Sizda minglab qatorli fayllar bo'lmasligi kerak. Ularni kichik va modulli tarzda saqlang. Bu insonlar va til modellariga vaziyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Tajribalar o'tkazishni davom ettiring. Zamonaviy texnologiyalar holati har hafta o'zgarib turadi. Turli vaziyatlarda ishlashni taqqoslash uchun yangi modellarni sinovdan o'tkazaman. Ba'zilar xatolarni tuzatish, rejalashtirish, funksiyalarni joriy etish yoki qayta tuzishda a'lo darajada samarali. Hozirda Gemini kod bazasini indekslash va amalga oshirishni rejalashtirish bo'yicha ustunlik qilmoqda. Sonnet 37 esa kod o'zgarishlarini bajarish uchun eng maqbul ko'rinadi. Yaqinda Git 4 ni sinab ko'rdim, lekin undan uncha taassurotlanmadim. U bir nechta savollar berdi va bir necha bor vazifani to'g'ri bajara olmadi. Keyingi hafta yana urinib ko'raman va shubhasiz vaziyat o'zgaradi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu modellardan maksimal darajada foydalanish bo'yicha o'z maslahat va usullaringizni izohlar bo'limida baham ko'ring.